Assalomu alaykum hammaga. Propanda yuradiganlar uchun yangi reduktorimiz kelgan. Italyanskiy brend Lavato bo'ladi. Lavato reduktorimiz juda sifatli reduktor bo'ladi hamda bu ekonomichnik hisoblanadi. Biz bu reduktorni ishlab chiqarish jarayonlarini borib ko'rdik. Sizlar uchun ham obzor qilib kelganmiz. Qanaqa ishlab chiqarilishini ko'rishingiz mumkin video davomida. Mana reduktor korpuslari, zapchastlari, filtrlari mana bu yerda. Bosqichma-bosqich yig'ish jarayonlari olib boriladi. Keyingi bosqichga keyingi bosqich jarayoni boshlandi. Lavato reduktorlarning sifatidan xudo xolisa ko'ngildan to'qishlar bo'ladi. Juda yuqori texnologiyada ishlab chiqariladi. Bu hozir klapanlarni qo'yish jarayoni borda. Şimdi basıp mana bu endi test qilish jarayonlari boshlanadi. Mana reduktorlar test jarayonida. Xo'p, bu yerda birinchi bosqich vakuum tekshirilar ekan. Ikkinchisida diafragmada o'techkalar bormi? Muammolar bormi? Tekshirilar ekan. Uchinchisida o'sha bosim berib davleniya normadami ishlash qanaqa shu narsani tekshirar ekan. Hurmatli mijozlar, mana Lavato reduktorlarning sifatidan 100% xotirjam bo'lsanglar bo'ladi. Juda yuqori texnologiyada yig'iladi bu reduktorlar. O'zimiz ham mana ancha sotib ko'rsatmasin. Umuman praktik narsa yo'q bu reduktorda. Ishlashi ham juda zo'r. Reduktor yig'ilib bo'ldi. Oxirgi test. Bu yerda suv aylanish sirkulyatsiya sistemasini polniy tekshiruvdan o'tkazar ekan. Klapanni ochadi, qanaqadir havo bilan tekshirar ekan, o'techkalar bormi? Qanaqadir muammolar bo'lsa, bu uskunamiz aniqlar ekan. Mana hozir test jarayonida. Bu oxirgi test. Bo'ldi, tekshiruvdan o'tdi. Bu endi markirovkaga xudo xolisa kirib ketadi. Shu bilan tayyor mahsulot bo'lib chiqadi. Oxirgi jarayon markirovkaga ketdi.
Markirovka qilyapti. Ketdi. Upakovkaga ketdi, xudo xolisa. Burada tayyor bo'lgan reduktorlar mana shunaqa korobkalarga upakovka qilinadi.